Bu videoni oxirigacha ko'rib turib, men ustimdan kulish yo'q, chunki yangi onaligim aynan shu videoda bilingan ekan. Har bir ona uchun farzandining sog'lig'i hamda quliyligi birinchi o'rinda. Men ham xuddi shu onalar qatoridaman. Shuning uchun ham farzandimga Mio Baby mahsulotlarini tanladim. Mio Baby bu не только mahsulotlar, bu bola uchun mehr bilan ishlab chiqilgan parvarish, nozik teri uchun ishlab chiqilgan priska. Bu farzandingizni qulay va quruq saqlaydi. Yuvish uchun mo'ljallangan shampun. Men bu shampundan suvi penka qilib olish uchun ham foydalandim. Ko'z yoshsiz formulasi orqali farzandingiz maza qilib cho'miladi bu shampunda. Mayin hidli ufurib turgan krem bo'lsa, farzandingiz mayin terisini yana ham nozik va yumshoq qiladi. Buni hidi отдельно tema. Va yana suyuq parashokdan ham xarid qildim. Bu kiyimlarni mukammal tozalab, yoqimli ifori bilan tabiiyligicha qoldiradi. Mio Baby mahsulotlari gipoallergik va dermatologik sinovlardan to'liq o'tgan hamda chaqaloq terisiga mutlaqo mos. Siz farzandingizga qanaqa mahsulotlardan foydalanasiz? Video davomida men qilgan xatolarimni ko'rdinglarmi? Hammasini kommentariyada belgilab ketinglar. Sizlar bilan dildan gaplashamiz.